Shu Messini FIFAning o'g'li deyishardi. Rostmi deyman, yana finalgacha keldi mana. Tez qimirlaylar. Hali 60 ta bankka yopishimiz kerak. Bo'p qoldinglarmi? Yo'q hali. Endi boshladik-ku. Men tugatdim, men olib keting. Ishingni qil. Ona ko'zim ochib ketdi meni. Hay. Mana uni olib tishla, o'tib ketadi. Buni yesam ham foydasi yo'q. Yaxshilab shunaqa qilib, keyin chayib tashlang. Xo'pmi? Xo'p, oyijon. Bo'ldi, mana narsalarni to'rab turing. Keyin ertaga kelamiz, bozorga tushamiz ko'ynagani, ha? Tushamiz. Qara, tiqildi, tort buni, tort. Tort. Chiqmayapti. Tort keyin. Qaysi biri? Nima qildim men hozir masalan? Birinchi qildimmi men birovga? Ajab bo'pti. Bu yoqqa. Bitta o'zim yeyman-da shu ikrani. Bitta o'zim yeyman. Bo'p qoldinglarmi? Hozir qishda mazza qilib yeyishni bilasiz. Shoshiltirmang yoki yordam bering. Qishda yordam beraman yeyishga. Shahboz! Men buni ko'tarishmaysanmi? Qish deymizda buni. Bo'lmasa qishda yopsagan bo'lardi-ku. Qishda pomidorni katta xolankidan topamanmi? Katta xolam pomidor yopmaylarmi? Bilmayman, ular o'tiring. Ko'paytirma ya. Hay, tilingni tiqma, kuyadi. Ana kuyding. Mana bugun men shu ikralarni yopyapman, oyijonim. Qarashdilar mana. Endi ishdan kelib qarashyaptilar. Shunaqa yaxshi qizman oyijonman, shunaqa yaxshi ko'radilar. Bo'lgani ol. Nima tarafdan yeyman? Bo'p qoldinglarmi? Hozir. Yana ulgurmaymiz-da. Voy, namuncha shoshasiz? Xon saroyi muhabbat shahri loyihasida boshlanish to'lovi 3 bo'lib to'lasa 42 million so'mdan tushayotgan ekan. O'shani olishimiz kerak. Voy dadasi, shuni aytmaysizmi? Bilganimda ertaroq Shohidapan chaqirgan bo'lar, yop qo'ygan bo'lardik. Menga qara, bo'lgan o'zing yop qo'ying, xo'pmi? Dadasi, keling, ketdik. ChatGPT bu bankani qanaqa qilib yopadi? O'rgatib ol.